İtot Toğut bölümü aldı da. Abdori Kahar Niyaz, rejissor İslamcan Varız, Hayrigül Hasan bilen Ayşem Memtili orullaydı. Saklap duraycımı çağırın. Ma kasapetla kosuğumda yeni tonguz topu oyunu kıltıdı. Vay müdürdük dep muşundaq mı qatıq müdüramdı deyme. Muş örtep qıpçama üçey bağrımını örüteyle davatıdı. Delimi qoş gezek kop qaptıken, taz üç gezek, töt gezek kop qalğamız beni öldürüp qoyandı ki bula. Vay tariyat bunda qıjnalıqçıma yergiç nemiş qısma eylemez mi? Hadi yanınızda adam yoktu. Ha yok, kep oturayıverin. Oy hadi micazınız yok mu nime? Yardım gerek mi? Vay yok. Bu kasapetlerce çocuk horazdek boğuşup hiç halını koymadı da. Uyey gipiniz qaraganda qo'sh kezakkanda. Uyey. Oy bu oykununuzmu to'shib qolganda qilib turamda nimada? Vay toşup iş gitti. İş yergi şey demeydi. Ay yolda doğamız zerket. Karangıdın soğuktusun yergi çıkaldırap ki. Doktor nimdaydi? Vay doktor nemdeydi. Vay şu kelsem doktor işxanız gayet kıspotamay talağı çıkıptı. Bir maymak birden saklanıp otladım. Oy sizin neçe aylık oldu? Ha, mağman 5 aylık oldu. Qon tekşetkendim dağa. Neticesi yarım saatten keyin chiqdi saqlangdaydi şuna. Otladım. Sezginizde mi çıkıp hop sizde? Uy, nadikine, muş sezigimden paqqa chiqib bulanmayaptım qara. Oy, nemek sezgi oğandınız? Mama? Ha? Uy, benim sezgim dep desem zoğunluq qilsiz bol sorma. Oy, defterine iş vakası yok. Oldu la. Oy, cana. Oy, can, toz palmazlıktı mı nemesi? Öz dep desem zoğunluq qilmaqcı mı? Cana. Mənçi qara. Oy, can. Uy, bol dep berek qapım mağa. Ha, cana. Mənçi qara. Muş erim şopur boğaşqım ki, şu maşindan qoңдан chiqqan ısıq sezgi qaldım qara. Vay, men tek nemek sezgi oldu ki, deptime. Ben birinci balamını tıqqanda nemek sezgi olgan bilemsiz. Nemek sezgi olgandınız? Muşça, erimnin bedeninden çıkan terge. Ay, güzel kızdıksın. Açtan mı sezgi var mı? Oy hanım, sezgi degen şundak buldu. Başkımızdan sezgimçe uğuşup getirdik ya. Her şikimiz bunumuzun turaydıgan dersini sezgi optimiz. Siz ıska, ben ıska. Onun üstüge şikimizden erinin kızını mı uğuşup getirdik ya? Sizin ayarınızın şopurken de. Vay ya, benim yerim şopurluk yaratmaydı. Bu degençe bir import, export şirketi işleydi. Uy, o şirketin liderken de. Ay ya, Ens direktörken de. ay ya. Benim erimnin hizmetçi bu chet elge export qilgan mallarni mashinaga basıdı. Muş mening erim öz qo'lini basgan mallar avu Moskva, Peterburg, Almaty, Bishkek, muş Yevropaning hamma yeriga bordi. Men erimning xizmatidan bek faxrlanaman. O yük basqıcı ammal da ha. Vay bundaq qilsangiz bek ma'to alınıp qaldı ekan. Qilib baqo qarang, muş chet el bilan munosabati bor xizmatdan ha. Hey de, bu erinizin tarihi sezgi bo'lib qapsiz. Atdiganin kechki eringizni purab yuribdingiz. Puraydi. Erim bo'lmasichu, shapkisi bo'lmasa maykasini ilib
Pıraplı jiratdi. Eger təlməy qasqanda qıldınız. Vay şunun dede qara. Muş erimço təlisken dep ay lazdigen buluşuq selip aç çıkıp suiqaş etip saklap Vay turatdım dana. Xudayım. Aşı erim işten eriyip kelgende kiçiğin suiqaşını elip kilip muş beşidi qarap durup işçirvit ettim. O suiqaşını içip popmuş erimnin bütün bedendim pırr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 r
Şunun bilen kışığı kelip. Kanmay. Puraydıgan bolsam, muş jenim tenimde yayrap giderdi. Oy Xudoy. Keyin qandaq oldu bilemsiz? Qandaq oldu? Yerimçi faqat təliməz bu qaldı. Mening tek sezgim chiqib bulanmagandi. Oy qandaq qildingiz? Oy Xudoy. Qandaq qilatdim? Manga talağı chiqib yügrab talab kir deb talağı qo'g'lib etdim. Taz birinchi ayning jiring sovuqdi dana. Qarayma? Yo'q. Yana qarayma? Yana yo'q. Uning aş yügrab talab o'r chiqib turgan altmış ko'zlarimga ko'rinib, urug'larim kelib chidayamay yig'lab ketibdi-ma qarang. Jarada bir qiynalibsiz. Bir vaqti biz kirvatdi-da. Bezgekte titrab, muş çeçi qish kirpiga hamma yerni qirovaqlab ketibdi. Hey, nim bo'ldi? Desam, aldı. Chiqog'inim kaqabga gaplashib turib, bextala gapim. Xudo, mutlaqni qo'ymay. Hey, sening ko'zingda men bola yo'qkan deb, urib tatmalab, yuz ko'zni qiyim-chiyim qo'ydim. Voyjon, qanday qoldi demansiz? Shu yuzim tatlib olgan tortiqchi, hozirgacha yuzda bor. Voy Xudoy. Voy ashta qilib qo'ymish yangi olgansiz. Voy yangi oldim. U bolammichu, maktab yeshiga yetib qoldi. Cho'ng o'qibdimsa. Haris bu qitim nimaga siz qoldingiz? Hocam, hecep bir yadımga saldınız. Esimge kep kalsın, iyigim kep gidetti şu nersini. Xudoyim, voy bu qitim furaydiganning qutlib yeydigan siz qoldim danga, nimdeydi. Siz dapenciga amraqmı? Ha, amraq dapenci siz qolsizda. Aş dapencinin taksiti var o. Közümge ottup göründüğün bir nersi var. Nima u, lazım ha? Cicaza. Vay cicaza. Kokonun putucu. Açık mı yaptı mı? Ördek parmakları. Vay karanlık. Vay. Kızı da bu yapıyor. Yok mu? Onu biz Uygurlarla çiğmeyimiz bu. Şu bırak bağı, ben bek amraqdan ha. Muşu qeri kadan xorazdan. On barmaq sıtlar oldugan bolsa. Çalı bulup şürpegini elip lan. Qaras, qurus. Yep kitadigan bolsam, padıllı çıqatından ha. Elimi timsahның ya dinozavrның putuğu sezip olmadı. Nim dediniz? Ha? Hemen ismingizni so'rayaptim Aras. Ha, menichu Mavriya deb chaqirsangiz bilaverdim. Voy siz Uyg'urmi ya? Ha? Manga-chu opam Maryamgul deb ism qo'yibdi-ki, angsam bek ma'to anglanib qoldi. Shuning bilan Mavriya deb o'zgartib etgan. Voy bu ism ras chet elliklarnikidek anglab qoldik-a. Voy shu chet elliknikidek anglansin deb o'zgartib etgan. Hazır degenin 21. əsr, biz degen muş chet elning hammanimiz öyrənmisek bo'lmaydi. Biz muş chet ellik Avropalıqlarning qo'ygan ismini, kiygan kiyimini, haydigan mashinasini, ayog'ining pashnasini hammamiz doğrumsaqchi. O zamonning keyingi qolmiz. Voy bir xil professorlardek so'zlab ketdingiz-ku. Nima o parasporos deganingiz?
Voy paras purus emas, professor, daşönün alimi davat emas sizni. Oycan, qo'sg'imni pompaytib, tursam, meni uy xotinimniki, qarqosoqniki deb qolgan o'xshaysiz. Men bog'u qarang, men yangi yoziqchini 5 yil o'qigan. Abi sizlar nima kelgandin? Ayağının paşnısını Ha, to'g'ri. Mush davrga moslashgan, menga o'xshash madaniy odamlar bor. Mush bolalarga moda, toza madaniy ismlarni qo'ydigan bu ketdidan hozir. Voy undaqda bu qitimma bu qo'zg'ingiz balg'im toz madaniy moda ism qo'yay deb aytibsiz-da. Sezgim boshlangandan-chu o'ylab qo'ygan. Voy nim deb qo'ysiz? Agar bog'u, mush bolamning ishkilisi o'g'ilib qolsa bog'u, birsiga raketa, birsiga orbita deb qo'ygan. Voy ada bu raketani osmon uchirgan narsa ku. Voy shu osmonda uçsun. Shu osmonda uchib oyga, Marsga chiqsin. Qachongacha bizak yerda o'milab yuriydi? Ha? Raketa, orbita, raketa. Rost. Agar bog'u mush bolamning bir qiz bo'lib qolsa, shundaq chiroyli bir ism o'ylab qo'ydimkin. Voy nim deb qo'ysiz? Antina. Voy bu antinaga televizorning bechidik ismi bu. Voy shu sim bosim bo'pti. Cho'ng'isi bog'u, o'g'illarning ko'zidan o't chiqarib atgidek simdek qizlar olsun dedim. Eng muhim bog'u, mush ism Hollywood cho'lponlarining ismidek anglanib dikading ha? Voy ras. Antina. Voy ras shunda anglandik. Ey hada. Agar şu qarang, mush qo'sqingiz kibalning har ikki qiz bo'lib qolsa-chu, birsiga shimishqa, shimishqa deb qo'ying ha. Voy, bu shimishqa deganingizning gazirligini hammadan bildigan tursan. Ya endi chet-elchiga yaqin bo'lgandan deyman-ku. Ay, mening bolamning g'eli nima? Bu qo'sg'ingizdagi bolaga ism o'ylashtinglarmi? Ha, o'yildik. Endi ma saq-salomat tug'ilgandan keyin bir narsa ayil deb bekitmadik qarang. Ay, bo'lmasa, menli bir ism tanlab beraychi. Ha, voy rahmat bo'ldi. Buning uchun dabalning dadisi o'zi tanlaydi. Voy, to'xtab turing, ma cho'nglarning gapini anglaydigan qarang. Mush balangizga hammadan anglasa, mush quloqlari portlab ketgidek, jaranglab ketgidek bir ism tanlayli. Topdim. Granat. Mush xalqaro xabarlarda chiqadigan zo'ngtungning ismidek anglandi. Voy bo'ldi qiling adam Voy, to'xtab turing. Bo'lmasa-chu, pulsirat deb qo'yayli. Voy nimalarni deb shursiz edi? Voy bo'ldi avarumang dedim bu qiziqma. Voy men dedim ku buning uchun qarang, mush balning dadisi o'zi qo'ydi. Uning deyishicha qarang, biz cho'qqimish ajdodlarimiz davomlashtirib kelayotgan cho'nqur ma'niga sap Uyg'ur tilida ismni qo'yishimiz kerak ekan. İşte yoldan eshak tatganda gap qilmang-a. Haqiqatan shu Mamtaxon, Paltaxon, Maymunxon, Qalamxon degan ismlardi. Bu balangizga shundoq bir ism qo'yaylikkin. Bu balangizga qarang, shu Voy nima bo'ldingiz? Birimiz og'ribatamda. Tolg'oq boshlangan o'xshaydi. Voy jurangamiz doktorning yanına kirayli. Voy ostira meni. Voy xudoyim. Voy doktor! Raketani qo'yib birdigan vaqt qo'yishibdi. Voy doktor! Voy rahmat, senin balam ben sizni yaxshi ko'raman.